Abdullah Qosimiy degan bir shayx o'tgan. Bu kishiga Alloh subhanahu va taolo ajib bir imkoniyat berdi. Shu darajada bo'lganki, zamonamizning Ibn Taymiyasi deb nomlanadi. Islom va buddizm orasidagi jang degan kitob yozgan. Shu yozilgan kitobi hattoki o'sha Ka'bada imomlar maqtagan. Qasida qilib she'r yozganki, mana shu yozgan kitobi jannatdagi hurlarning mahri deydi. Hech qancha vaqt o'tmadi, u Allohni haqorat qilishni boshladi, murtad bo'lib, kofir bo'lib ketdi. Hali mana shu zamonda deydi, Alloh subhanahu va taoloni bu darajada haqorat qilgan odamni ko'rmadim deydi. Alloh subhanahu va taolo bizga mana bu bir ne'matni bergandan keyin bu ne'matni doim qadriga yetishlik kerak bo'ladi. Chunki tarixga qaraydigan bo'lsak, qancha insonlar o'tdi, Alloh subhanahu va taolo ularni mana bu iymondan mahrum qildi.